Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alımız. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şivisiya qanun çıxarış orqanı Riksdag Xitayning Şərq Türkistanda yürgüzüyotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun bir taklif sungan. Şivisiya Riksdagning eng yaqinqi xabariga qaraganda, qarorda hukumatning Xitoy hokimiyati vakillari bilan suhbatlashganda Uyg'urlarning vaziyatini o'zliksiz o'tirg'a qo'yib, Xitoy katibaşlari va qonunga xiloflik qilgan shirkatlarga texim ko'p jazo yurgizish uchun tirishadiganligi aytilgan. Buni Riksdag hukumatga vakolatan e'lon qilgan bo'lib, mundaq deyildi. Sharq Turkiston Osiyoda ayrim holda 1932 yilidan 1934 yilgacha va 1944 yilidan 1949 yilgacha mavjud bo'lib, Xitoy, Mongoliya, Rossiya, Afg'oniston, Pakistan va Hindiston bilan qo'shni edi. 1949 yili Sharq Turkistonni Xitoy Kompartiyasi ishg'ol qilib olib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atadi. Uyg'urlar Sharq Turkistonda yashaydigan musulmon xalq. Xitoy hukumatı 2017 yildan boshlab atalmish Xinjiangda keng ko'lamda jazo lagerlari to'rini qurdi. Mo'ljallarga qaraganda bu lagerlarda 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari qamalgan. Bu asliyalarda ular mengiyishga uchraydi. Ular diniy va kulturidan voz kechishga, Xitoy davlatiga sodiq bo'lishga majburlandi. Qiynash, nachar muomalaga uchrash, jinsiy parakandchilik va majburiy emgakka selish to'g'risidagi dokladlar ko'p uchraydi. Sharq Turkiston dunyodagi eng nazorat qilinadigan rayonlarning biri. Chiroy tunish texnikasi, kamera va saqchilarning ko'p bo'lishi sababidan Uyg'urlar to'xtamay nazorat ostida yashaydi. Ular hamisha ularning kontrolidagi programmalarni telefoniga o'rnatishga majbur bo'ladi. Ularning faoliyati va aloqasi izqo'g'linadi. Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarning kulturi va kimligini yo'qotish uchun harakat olib bormoqda. Uyg'ur tili va an'anasi bostirildi. Balalar doim davlat qarmog'idagi yotoqliq maktablarga avatiladi. Ular bu yerda Xitoy tili o'rganishga va Xitoy madaniyatiga, kulturiga moslashishga majbur bo'ladi. Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarning atalmish Xinjiang va Xitoyning boshqa joylaridagi zavodlarda nachar sharoitda qulga o'xshash ishlashga majburlanganligiga oid nurg'un faktlar bor. Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga tutgan muomalasi xalqaroda keng tanqidga uchradi. Şivisiya hukumatı Xitoy hukumatining vakillari bilan ko'rishganda Uyg'urlarning vaziyati masalalarini to'xtamay o'tirg'a qo'yib, qonunga xiloflik qilgan Xitoy katibaşlari va shirkatlarga davomli jazo yurgizish kerak deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı 18 noyabr kuni buningga inkos qaytirib, Sharq Turkiston xalqiga vakolatan millat vakili Byorin Sodir Marcos Vikoning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning qiyinchiligini bo'libmi, Sharq Turkiston davlatini e'tirof qiladigan Shivisiya parlamentidagi harakatiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Biz dunyodagi boshqa parlamentlar va hukumatlarning buningga ergishishini, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi va mustamlika qilishining Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar ustida davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning tub sababi ekanligini tunib yetishini talab qilamiz. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining kishilik huquqi, erkinligi va mavjudligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li dedi. Shivisiya Uyg'ur komitetining raisi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichki ishlar ministri Ishkur Samsaq apandi Riksdagning taklif sunganligiga qarata rahmatini bildirib mundaq dedi. Shivisiya Uyg'ur komitetiga vakolatan parlamentga Uyg'urlarning ahvoli 388 nomerli harakatni sunganligingizga chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Sizning bu harakatingiz Uyg'urlar duch kelayotgan vahshiyliklarni yo'rtib qolmay, balki vatanimizning Xitoy qo'shib olishdan burungi tarixiy realligini dodillik bilan tunidi. Siz aytgandek, Sharq Turkiston davlati O'rta Osiyoda 1932 yilidan 1934 yilgacha va 1944 yilidan 1949 yilgacha mavjud bo'lib, Xitoy, Mongoliya, Rossiya, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston bilan chegaralanadi. Bu davlat 1949 yili Xitoy Kompartiyasi tomonidan ishg'ol qilindi va yangi territoriya ma'nosida keladigan Xinjiang degan nom bilan ataldi. Sharq Turkiston tarixda turk musulmon millati bo'lgan Uyg'urlarning makoni bo'lgan. Bu e'tirof qilish to'limi muhim. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi siyosiyonlar, tadqiqotchilar va diplomatlarning tarixiy reallikni e'tirof qilishini va uni Sharq Turkiston deb atashini talab qilamiz. Undan boshqa bu harakatda Xitoy hokimiyatining kishilik huquqqa daxl taruz qilish qilmishlari gavdlantirildi. Buning ichida millionlagan kishilarni keng ko'lamda turmaga solash, majburiy emgakka selish, jinsiy parakandchilik, tajovuzchilik, kuzatish va Uyg'urlarning kulturini yo'qotish qatorliqlarmi bor. Biz sizning rahbarlik va tashabbuslaringizga cho'nqur rahmat aytamiz.
Biz Şivsiyaning keyingi qadamda Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa, shundaqla Sharqi Turkistonning ishg'oliyatini rasmiy e'tirof qilish orqali keyingi qadamni besishini umid qilamiz dedi. Va Şivsiya Uyg'ur komiteti 15 noyabr kuni ijtimoiy axborotda e'lon qilgan bayonotida Şivsiyaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini hal qilishdagi xalqaro roli diplomatik va axloqiy majburiyatdan iborat. Zamonaviy davrdagi bir qancha xirist Xitoyning davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlikachilik va Sharqi Turkistonni ishg'ol qilishi xalqaro jamiyatning adolat, kishilik huquq va xalqaro qonunga bo'lgan va'dasini eg'ir sunadi. Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga bexatarlik tadbirlari va terrorlikqa qarshi turish siyosati nomida qilingan vahshiyliklar asosiy kishilik huquqqa eg'ir daxli taruz bo'lib qolmasdan, balki butkul bir millatning tili, kulturi, kimligini yo'qotishga urinishni ko'rsatadi. Hozirga qadar Amerika, Kanada, Belgiya, Fransiya, Angliya, Gollandiya, Litva, Chex, Irlandiya va Avstraliya qatorliq 10 davlat Xitoyning Sharqi Turkistondagi harakatini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. Bu davlatlarning har biri Beyjingning irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilik harakatiga qarshi turishda axloqiy keskinlik va siyosiy jasoratni namoyon qilib ulgu tiklab berdi. Ammo Shvetsiya undaq qilmadi. Nimishqa e'tirof qilish suhbatlashish sodisi bo'lmaydi? Birinchidan, Shvetsiyaning kishilik huquq rahbari bo'lishdagi inovati xatar ostida. Shvetsiya uzundan buyon kishilik huquqni tashabbus qilishning tuvurki bo'lib keldi va chetga qiqilganlarni qo'g'dash, zolimlarning mas'uliyatini surishtirish bilan faxrlandi. Jinsiy barobarlikdagi boshlamchi va'dasidan tortib, klimat, adliya va panohlanish siyosatiga rahbarlik qilishgacha Shvetsiyaning dunyo sahnasidagi ta'siri azaldan axloq huquqini asos qildi. Sharqi Turkiston xalqiga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmaslik orqali Shvetsiya bu jafoda tiklagan nom-shuhratga buzg'unchilik qiladi. U 21-asrdagi eng ig'ir kishilik huquq krizining birida sukut turib, bir sohada kishilik huquqni davomli qo'g'day olmaydi. Axloq birdakligi unumli diplomatiyaning ultishi, e'tirof qilishga yetmaydigan har qanday ish Shvetsiyaning adolat va kishilik huquqdagi dunyoviy doiralik o'rnini buzadi. Ikkinchi, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish qonuniy va axloq majburiyati. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 1948 yılı e'lon qilingan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasi, ya'ni Shvetsiya tasdiqlagan shartnoma irqiy qirg'inchilikni milliy, irq va diniy guruhni butunlay yoki qisman yo'qotish niyati bilan qilingan harakat deb aniq belgilagan. Xitoyning millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni jazo lagerlarida sistemlik tutib turishi, majburiy tug'mas qilib etishi, oilalarini vayron qilishi, qotillik, ochliqda qo'yishi, a'zolarini yig'ib olishi, bosqinchilik qilishi, tarbiyalash, majburiy emgakka selish, diniy odatlarni yo'qotish, masjid va kultur meroslarini yo'qotish atalmish Şinjandagi majburlash xarakterli assimilyatsiya programmasi 1948 yildagi Birleşken Devletler Teşkilatı ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilikning oldini olish, to'xtatish ahdnomasining chekidan eshib ketdi. Shvetsiya xalqaro qonunga bergan va'dasi bo'yicha Xitoyning jinoyatlarini e'tirof qilishga majbur. E'tirof qilishni kechiktirish yoki rad qilish faqat siyosiy irodaning mag'lubiyati emas. Bu Shvetsiyaning xalqaro qonundagi majburiyatiga xiloflik qilganlik. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish texnik ko'p vahshiylikning oldini olish uchun ahamiyatli xalqaro harakat qo'zg'ashning birinchi qadami. Uchinchi, mustamlika ishg'oliyatiga qarshi turish maydoni. Xitoyning atalmish Şinjandagi siyosati irqiy qirg'inchilik bo'lib qolmasdan, balki davlatni ishg'ol qilib olish va butunlay foydalanishni maqsad qilgan texnik keng mustamlikachilik turining bir qismi. Xitoy Sharqi Turkistonga nupus yetkazib, Sharqi Turkiston nupusining mavjudligini yo'qotib, Sharqi Turkistonning nupus va kultur qurilmasini tubdan o'zgartirib. Shvetsiya tarixda Janubiy Afrikaning irqiy ayrimchiligidan Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishigacha bo'lgan boshqa jihatlarda mustamlikachilik va chet ellarning ishg'oliyatini aybladi. Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik Xitoyning mustamlika xirisi bilan o'zaro munosabatlik bo'lib, cho'qim ayblanishi kerak. Harakat qo'llanmaslik hozirgi davrdagi mustamlikachilik qilmishini qonunlashtirish xatiri olib keladi. 4. Harakatlantirgich kuch shakllanayotgan bo'lib, Shvetsiya cho'qim bu harakatga qo'shilishi kerak. Shvetsiya bu axloq qaroriga duch kelgan birdan-bir davlat emas. 10 davlat Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qildi. Buning ichida Amerika, Fransiya va Angliya qatorliq oldingi qatordagi demokratik davlatlar bor. Kun sayin kuchayotgan bu davlatlar birlashmasi Xitoy Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va mustamlika yurgizganda dunyoning qarab turmaydiganligidan iborat aniq uchurni berdi. Agar Shvetsiya bu guruhga qo'shilsa, Uyg'ur va dunyoning har qaysi joylaridagi inson haqlari qo'g'dug'ichilarini axloq va siyosiy jihatdan qo'llash orqali xalqaro adolat harakatini kuchaytirdi.
Әксіше, sükut tuturuş Şivsiyani iqtisadi izzat hürmetini insan qadr-qimmatdan üstün turduğanlar bilen maslashtiradi. Bu kishilik huquqni yetaklashni maqsad qilgan davlat uchun put tirab turolmaydi. Şivsiya tüvendikilerini qilishi kerak. Birincisi, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatni rasmiy e'tirof qilish. Ikkinchisi, ko'p taraflik diplomatiyaga rahbarlik qilish. Uchinchisi, musofirlarni qo'g'dash va qo'llash. To'rtinchisi, ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakka qarshi turish kerak deyildi. Şərqi Türkistan sürgündə hökuməti Türkiyə bilan Xitayning həmkarlıq münasibətini ayıpladı. MSN xəbər toruning yaqinqi xəbəriga qaraganda, Türkiyə Xitay hökumətləraro həmkarlıq komitetining ikinci qitimliq yig'ini Türkiyə bilan Xitay o'rtasidagi eng yuqori darajalik kengash mexanizmi Xitayning poytaxti Beyjingda 7 noyabr kuni o'tkazilgan. Türkiyə Maliya ministrligining ministri Mehmet Şimşek va Xitayning muavin bosh ministri Kang Guching birlikda riyosatchilik qilgan komitet yig'iniga ikki davlatning aloqador ministrliklarining yuqori darajalik vakillari qatnashgan. 2016 yili 11 oyning 4 kuni Anqarada o'tkazilgan Turkiya Xitoy hukumatlararo hamkorlik komiteti yig'ini 8 yildan keyin qayta o'tkazilgan. Turkiya Xitoy ikki taraflik munosabatlar muzokara qilingan yig'inda taraflar yana rayon va xalqaro masalalar to'g'risida fikr almashtirgan. Yig'indan ilgari Maliya ministri Mehmet Şimşek va Xitoyning muavin bosh ministri Kang Guching ko'rishgandan keyin vakillar umkining uchrashishi boshlangan. Mehmet Şimşek yig'inning ochilish nutqida Türkiye bilan Xitoyning tarixiy Ipak yo'lining g'arb va sharq taraflarida bo'lish sifati bilan necha ming yillik aloqasi bor. Ularning kuchli madaniyat va insoniy aloqasi, qadimgi madaniyat o'tmishi va bu o'rtaq o'tmish davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning mustahkam asos ustiga qurilganligidan derak beradi degan. Mehmet Şimşek, Xitoyning Turkiyaning Osiyodagi birinchi cho'ng savdo hamrohi va dunyodagi 3-cho'ng savdo hamrohi ekanligini ko'rsatib, Xitoy bilan bo'lgan savdomizni kuchaytirish bilan birga biz texmo sijil tangpun qurilmani qo'lga keltirishni xohlaymiz. Bu energiya, hamkorlik, ul asliya selinmasiga mablag' selish qatorliq o'zaro mablag' selishni oshirishni o'z ichiga oladi degan. Turkiyaning Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusini qo'llaydiganligini bayon qilib, o'zlarining Turkiyaning o'ttiri koridori tashabbusi va Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusini moslashtirish uchun tirishadiganligini aytgan. Sayohat sohasida hamkorlikni taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini bayon qilgan Şimşek, o'zlarining Xitoydan texnik ko'p sayohatchi kutib olishni xohlaydiganligini va o'zaro uchadigan aeroplanning ko'payishining ikki davlat xalqi o'rtasidagi tarixiy munosabatning kuchayishiga tuhfa qo'shadiganligini ta'kidlagan. Maliya ministri Mehmet Şimşek kelgusi bir mezgilda Xitoy bilan sanoatni o'zgartirish, yeşil energiyani o'zgartirish, raqamlik o'zgartirish, qatnash, pul muomala, madaniyat va sog'lomlik qatorliq sohalarga hamkorlikni kuchaytirishga ahamiyat beradiganligini aytgan. Şimşek Turkiyaning bir Xitoy prinsipiga amal qilishi, Turkiya bilan Xitoyning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini tezlatish va cho'nqurlashtirishga tuhfa qo'shadiganligini aytgan. 2015 yili Beyjingda imzolangan tushunish eslatmasi bilan qurilgan Turkiya Xitoy hukumatlararo hamkorlik komiteti taraflarning hamkorligining maxfiy sohalarini belgilashni, ikki davlatning siyosat, iqtisod, savdo, energiya, qatnash, bexatarlik, madaniyat, sayohat jihatdagi hamkorlikni oshirishni maqsad qiladi ekan. Xitoyning Sharq Turkistonni abadiy bir parchasi qilib olish, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni yo'q qilishdagi bahonasi terrorlikqa qarshi turish bo'lganlikdan Türkiye Maliye Ministeri Mehmet Şimşek'nin terörlüğe karşı turishda Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirish fikri Sharq Turkiston sürgünde hükümetining qattiq qarshiligini qo'zg'agan. Hukumat 20 noyabr kuni ijtimoiy axborot vositalarida tarqatgan bayonotida Sharq Turkiston sürgünde hükümeti Adalet Taraqqiyot partiyasining boshqarishidagi Turkiya Cumhuriyeti hukumati Xitoy bilan atalmish bexatarlik va terrorlikqa qarshi turish qatorliq bir qancha hamkorliklar va Maliya ministri Mehmet Şimşek'ning 2024 yili 11 oyning 7 kuni Beyjingda o'tkazilgan yig'inda Xitoyning zimin butunligi va egilik huquqiga daxli ta'ruz yetkazadigan har qanday terrorlik harakatlariga qarshi turadi degan bayonlarni qattiq ayblaydi. Şimşekning bayonlari Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdagi haqliq ko'rishimizni terrorlik harakati deb atashi milliy ko'rishimizga qilingan hujumdan iborat. Sharq Turkiston Xitoyning bir parchasi emas. Sharq Turkiston xalqining qarshiligi mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatga qarshi yo'lliq qarshilikdan iborat. Turkiyaning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olib, mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy hokimiyati bilan bo'lgan hamkorligi turk va islom qimmat qarashlariga xiyonat. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti Sharq Turkiston va uning xalqini yo'qotishni maqsad qilgan Xitoy tajovuzchilari bilan bo'lgan har qanday hamkorlikni rad qiladi va ayblaydi. Biz turk millatini bu xiyonatga qarshi turishga, Sharq Turkistonning mustaqillik va mavjudlik ko'rishini qo'llashga chaqiramiz dedi.
Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Trump hukumatini Sharqi Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb rasmiy e'tirof qilishga chaqirdi. Amerika ovozining 12 noyabr kunidagi xabarda aytilishicha, Donald Trumpning prezidentlik g'alabasidan keyin Amerikadagi Uyg'urlar Amerikaning Xitoyning atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini qattiq bostirishiga qaytadan ahamiyat berishini tashabbus qilmoqda ekan. İnsan haqlarini qo'g'duvchilar Trumpning birinchi navbatlik siyosatining Uyg'ur huquqiga ko'rsatgan ta'sirini nazarda tutib, hukumatining ilgirki Xitoyga qaratgan tadbirlarini davomlashtirishini talab qilgan. Trumpning tunji vazifa o'tash mezgilida uning hukumati Xitoyning atalmish Xinjiangdagi harakatini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qilib, Xitoy katibaşlari va o'rinlar keng ko'lamda tutib turish, majburiy emgakka silish, tug'mas qilib o'tish qatorliq vahshiy usullar bilan dafsanda qilgan deb ayblangan. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Trump hukumatini Sharqi Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb rasmiy e'tirof qilishga chaqirgan. Salih Xudoyor mustaqil Sharqi Turkiston Xitoyning O'rta Osiyo va Hindiy Tinch okeanda hukmronlik qilish orzusiga bevosita jang e'lon qilib, Amerika va texnik keng dunyo manfaatini qo'g'daydi. U Amerikaning Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarining huquqini qo'llashda Uyg'ur masalasi uchun alohida moslashtiruvchi tayinlashni talab qilgan. Xitoy yazliq lagerlari Amerikalik bolalarga Qizil armiya askarlari va kichik saqchi bo'lishni o'rgatgan. Kundalik chaqiruvchi xabar torining 18 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, minglagan Amerikalik bolalar Xitoy ta'sir kuchi va axborot organi boshqaradigan Xitoy Kompartiyasi tashviqotini ilgari suradigan, hatto bir qism bolalarni chet eldagi kichik Xitoy saqchilariga o'xshash harakat qilishga tarbiyalaydigan lagerlarga avatilgan. Kundalik chaqiruvchi gazetining tekshirishiga qaraganda, minglagan Amerikalik bolalar Xitoy Kompartiyasining tashviqotini ilgari suradigan, hatto bir qism bolalarni chet eldagi Xitoy saqchilari sifatida ishlashga tarbiyalaydigan Xitoy ta'siri va axborot organlari boshqaradigan lagerlarga avatilgan. Xitoy hukumati Xitoydagi aslini izlash yozliq lagerini Amerika va boshqa davlatlarda yashaydigan Xitoy bolalarning Xitoy tili va kulturiga cho'nqur cho'kish fursati deb jakarlagan. Qandaqlı bo'lmasin, kundalik chaqiruvchi xabarlarning Xitoy hukumatining e'lonlari va programmalarining tor betini tekshirish orqali lagerlarni Xitoyning ta'siri va axborot organlarining kontrol qilganligini oshkorlagan. Xitoy hukumatining ijtimoiy taratqularida e'lon qilingandek, bu programma 10 yoshli qatnashuvchilarni Xitoy Kompartiyasi tashviqotiga cho'kirib qolmay, ba'zilari Xalq ozodlik armiyasi va Jamoat xavfsizlik ministrligining katibashlari tomonidan boshqarilgan mashq lagerlariga o'xshash harakat qildi ekan. Michigan Cumhuriyetçiler Partisining Avam palata a'zosi John Molinar kundalik chaqiruvchi gazetiga Xitoy Kompartiyasining yomon g'arazlik ta'sirining uzun qo'li Amerikaga kengayib, millati qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Xitoy pushtidan bo'lganlarning hammasiga qonunsiz talabni ilgari suryotidi degan. Xitoy Kompartiyasiga qarshi Avam palatasi tanlash komitetining raisi Molinar, biz Amerika tuprog'idagi hammalarni Xitoy Kompartiyasi hokim bo'lgan kun tartibdan qo'g'dishimiz kerak. Bo'libmi Amerika xalqini partiyaning haqiqiy mohiyati va uning ko'z qarashi bo'yicha tarbiyalash kerak degan. Kundalik chaqiruvchi gazeti Xitoy bexatarlik va harbiy xodimlar boshqaradigan aslini izlash lageriga qatnashgan Xitoy Amerika bolalarining nurg'un misollarini topgan. Masalan, 2016 yil 8 oyda Amerika, Kanada, Portugaliya va boshqa davlatlardan kelgan 50 dan ortiq bolalar Xitoyning sharqidagi Jiangsu o'lkasining Suchan shahri va atrofida 8 kunlik lagerga qatnashgan. Bu şəhərlik dövlət işləri katib işxanasının ictimai aloqa torida yozilgan. Yerlik hukumat tor bekitining xabariga qaraganda, bu markaz 62 mo'ga yaqin harbiy baza qurgan bo'lib, u To'saq kursi va maydon jang mashqi rayonini o'z ichiga oladi ekan. 2017 yil 7-oydagi lagerdagi suratlarda bolalarning yurish, salom berish va paraddan o'tish, aram olishda Xalq ozodlik armiyasi askarlarining nazorati ostida turganligi ko'rsatilgan. Kundalik chaqiruvchi gazeti bundan ilgari Xitoy armiyasining Xitoy yaslilarida davlat mudofaa ma'rifi olib berayotganligini xabar qilgan. Bir hafta davomlashgan mashq lagerlarida yasli o'quvchilarga pichoq, miltiq, qo'l bombasi, minomyot va boshqarilgan bomba qatorliq ko'p xil qurollar bilan tanishtirish bilan birga manevr buyruqlari o'rgatilgan. Xitoy davlatlik saqchi idorasi Jamoat xavfsizlik ministrligi nazorat qilgan yana bir aslini izlash lageri bayqalgan. Xabarlarga qaraganda 2019 yil 7 oyda Amerika va boshqa davlatlardan kelgan chet eldagi 1000 dan ortiq Xitoy bolasi Xitoyning sharqiy Zhejiang o'lkasidagi Wenzhou shahriga tarqalgan bir yurish lagerlaridagi faoliyatlarga qatnashgan. Shubhisizki, mazlum bo'lish kelajakka doir muayyan plan g'oya chiqish qilingan ahvol ostida
Raish fuqaro bo'lishning qazg'inini esishqa, qandaqdir tajovuzchining fuqaroligining tamasida uningga qarshi sukut yo'lini tanlashni yo'lliqlashtirishga bahona bo'lolmaydi. Balki mazlum bo'lish ba'zida o'z oldiga bir imtiyozdurki, u insonga zolimni bitchit qilish uchun har turli qarshilikni maydonga keltirish haqqiga ega qiladi. Kollektiv mas'uliyatni har bir shaxs ustidagi majburiyatga aylantirdi. U yana zolimga qarshi vosita tanlab o'tirmasdan har turli qarshilik ko'rsatishni mashrullashtiruvchi salohiyat ato qiladi. Bundaq bir salohiyat yoki imtiyozning kishi uchun o'tmishidan dars chiqarib, bugunida silkinishga, kelajagi va avlodlar uchun chiqish yo'li izlashga undak bo'lishi zarur. Albatta, aksicha holda tajovuzchining hokimiyatini davlati deb e'tirof qiladigan, u zulm qilmasala bayrog'i ostida xotirjam kun ko'chirish tamasida uningga bo'lgan samimiyatini ostirdan har turli usullarda ifodalab turishga yaraydigan tutumlarga zo'riqish, bugünkidek qatma-qat qirg'inchilik va osmosiya siyosatlarini yo'lga qo'yayotgan tajovuzchilarning tomir tutishlariga bazlanib berganlik, o'yiniga dastlab berganlik bo'ladi. Buzilgan sukutni Raish fuqarolik tutumlariga almashtirishlar bo'lsa, mayatda tajovuzchi kuchlarning qirg'inchilik yo'q, chegara taqilish mavjud emas. Aloqadan mahrum qo'yish siyosatlarini yurgizmadik deydigan propagandalarni rostga chiqarib berishga xizmat qiladi. Shundaqla bundaq Raish fuqarolik tutumlari zolim tajovuzchilarga qarata men va oilam orasida aloqa o'chiqli bo'lsa, bizga chaqilmasanglar, zulm va qirg'inchiliklaringlarga qarata ortiq so'zim yo'q ma'nosini bildiradigan ko'z qisish ishoratlarini berishdan boshqa ma'niga jo'ralmaydi. Chunki vaziyat o'ttirda, tutumlarmi o'ttirda. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.